Zolotaya koronadagi qarzlarni foizlari juda ham baland. Ushbu qarzlarni olmanglar deya doim video chiqarib boraman. Undira olmasa ekan deb oddiy xalq bu qarzlarni olishda davom etmoqda, shu narsaga ishongan holda. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar va Zolotaya koronadan qarzi bor insonlar. Ushbu videorolikni yaqinlaringizga jo'natib qo'yib, like va obuna bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolardim, chunki ushbu videorolikda barchaga foydali bo'lgan achchiq haqiqatni aytib o'tmoqchiman. Ba'zi bir bloger va yuristlarning videolarida ko'rib eshitib qoldim, что Zolotaya korona hech qanday yo'l bilan qarzlarni undira olmaydi degan go'yoki shunday ma'lumotlarni berishgan. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu videoroligim bilan hech kimni qo'rqitish niyatim yo'q va maqsadim ham yo'q. Aksincha, barchalarga aniq va to'g'ri bo'lgan ma'lumotni bermoqchiman. Zolotaya korona agarda xohlasa sud orqali xohlagan paytda, agarda dogovordagi majburiyatlar amalga oshirilmasa, sud orqali qarzlarni undira oladi. Agarda siz O'zbekistondan bo'lsangiz, O'zbekistonga ham yo'naltirish huquqlariga ega. Bu sudga iltimosnoma kiritadi. Sudning qarorini ijrosi O'zbekiston Respublikasiga yo'naltirish haqida va Minskое соглашение, Kishinyovskiy соглашенияларga asoslangan holda u qarorlar O'zbekiston Respublikasida tan olinib, majburiy ijroga yo'naltiriladi. Bu holatda ba'zi bir yuristlar, blogerlar qarzlarni undira olmaydi deganligi sababli ko'p insonlar bu qarzlarni undira olmas ekan deya sizlarga ishonib shu qarzlarni olishmoqda. Shuning uchun men nabarot xalqimizga, oddiy insonlarga achinganim uchun Zolotaya koronadagi qarzlarni foizlari juda ham baland. Ushbu qarzlarni olmanglar deya doim video chiqarib boraman. Oxirgi videolarimda birida ham Zolotaya korona qarzlarini O'zbekistonda undira oladi deb aytganman. Sababi undira olmas ekan deb oddiy xalq bu qarzlarni olishda davom etmoqda, shu narsaga ishongan holda. Ishonmanglar, Zolotaya korona xohlasa undira oladi. Shu sababli Zolotaya koronadagi qarzlarning foizlari juda ham baland bo'lgani sababli sizlarga olmaslikni tavsiya qilaman va undira olmaydi degan gaplarga hech ham ishonmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.